Unda bolalarim bilan enagani kim o'ldirdi? Bu uyda kim bo'lgan, qanday sir bor? Bir vaqtning o'zida ikkita bolamdan ayrildim. Kim qildi bu ishni, kim? Tinchlan azizim. Bolalarim juda so'gindim sizlarni. Hozir inspektor keladi. Jinoyatchi kim bo'lsa ham albatta jazosini oladi. Mana keldi. Yangilik bormi? Afsuski yo'q. Kamera yozuvlarini ko'rdik. U yerda na o'g'ri, na haykal ko'rindi. Ular o'ldirilgan vaqtda hamma kameralar bir muddat ishlamay qolgan. Kim bo'lsa ham ishni puxta ishlagan. Ko'p qayg'urmang, biz albatta topamiz ularni. Alex, bo'ldi. Nega har gal shotdan o'tsa uyga qarab qo'yaverasan? Bu uyga ko'chib kelganingizga qancha bo'ldi? 2 hafta bo'ldi. Unda men qo'shnilardan ham so'raman, uyning oldingi egasi va bu uyning qanday sir sinoati borligini.